Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda Dictionary dasturida rollback funksiyasi bilan ishlashni o'rganamiz. Ya'ni loyiha vaqtini orqaga qaytarish uchun rollback funksiyasidan foydalanish jarayonini bosqichma-bosqich tushuntirib o'taman. Rollback funksiyasi bu nima? Rollback funksiyasi bu biz ishlayotgan modelda qandaydir aytaylik noto'g'ri ma'lumotlar kiritib qo'ydik. Transformatorda yoki liniyada yoki yuklamada boshqa data kiritish kerak bo'lgan joyda biz noto'g'ri data kiritib qo'ydik. Natijada modelimiz ko'ngildagidek ishlamadi. Hop, buning uchun nima qilamiz? Buning uchun rollback funksiyasidan foydalanamiz. Endi savol bo'lishi mumkin, Ctrl+Z bu funksiya orqali ham modelni orqaga qaytarish mumkin-ku degan savol kelib chiqadi. Bu savolga hozir ko'rib chiqamiz. Endi ishlayotgan modelimizda qandaydir o'zgartirishlar kiritdik va hali save qilmadik. Bu paytda Ctrl+Z bilan bemalol orqaga qaytish mumkin. Rollback bu yerda shart emas. Ikkinchi holatda modelimizda qandaydir o'zgartirishlar kiritdik, xuddi shunday save qilib saqladik. Bu paytda Ctrl+Z bilan modelni oldingi yaxshi ishlagan holatiga yoki o'sha boshlang'ich holatiga qaytish imkonini bermaydi. Rollback bilan bemalol qaytish mumkin. Endi Dictionary'imizda avtosaqlaniniya bo'limi bor. Bu yerda avtosave yoqib ham ishlash mumkin. Agar bu funksiya yoqilganda Ctrl+Z bilan orqaga qaytolmaymiz. Bu paytda rollback funksiyasi bilan orqaga qaytamiz. Bir so'z bilan aytganda, o'zgartirishlarni kiritganimizdan so'ng modelni saqlab chiqib ketsak, bu paytda rollback funksiyasi bilan ishlaymiz. Bu Ctrl+Z bizga yordam bermaydi. Endi biz masalan modelimizda 4-5 kun ishladik va oxiriga kelib modelimiz ko'ngildagidek ishlamadi. Boshlang'ich holatda qaytish qanaqa bo'ladi? Mana aytaylik, Qoratosh shamol elektr stansiyasini o'chiramiz. Bu yerda iPhone'ni bosdik, ishlayapti modelimiz va bu yerda generatorimiz 85-7% ishlamoqda. Buni ishlash foizini ozroq pasaytiramiz. Aytaylik, 60 megavat aktiv quvvat ishlab chiqarsin. Xo'p, endi mana nagruzkamiz bor, nagruzkamizni 50 megavat qilaylik. Bu yerda funksiyamiz e, bu yerda ham nagruzkamizni 160 megavat qilamiz. Bosdik. O'zi bizda bu yerda Summer 21:00 da o'zgarishlar bo'lgani ko'rsatildi. Endi bu yerda mana Ctrl+Z ham sinab ketadi. Ctrl+Z bosamiz. Modelimiz mana 150 ga qaytdi. Endi mana 2 marta bosdik. Mana bu nagruzka ham, bu ham orqaga qaytdi. Dastlabki holati. Bularni biz masalan 50 dan qilamiz. 50 megavat aktiv quvvat. Bunisiga 160 megavat aktiv quvvat qo'yamiz. Natijada mana deyarli bitta liniyadan tashqari hamma parametrlarni o'zgartirib ko'rdik. Endi buni modelni ustiga boramiz. Save qilamiz. Bu saqlandi shu o'zgarish. Endi biz 19:49 da modelni saqlagan bo'lsak, biz bundan где-то 4-5 minut oldin modelimiz o'zgarishsiz ishlayotgan edi. Shu holatga qaytamiz. Bunda qanday qilamiz? Endi modelni ustiga boramiz. Meshkani o'ng tugmasini bosib, new bo'limidan yangi version yaratamiz. Bu yerda versionga nom beramiz. New deylik masalan. 19:50 soat обязательно kiritiladi. Bu yerda biz hozir 19:50 biz где-то 19:45 da modelimiz yaxshi ishlayotgan edi, ko'ngildagidek. Bosdik. Endi modelimizni deaktivate qilamiz va version bo'limiga tushib biz yaratgan new version variantini rollback qilamiz. Hop, rollback qildik. Endi biz modelimizni borib activate qilamiz va bu yerda mana F1 ni bosamiz. Mana
stansiya o'chirgan stansiyamiz yana oldingi holatiga qaytdi. Mana generatorimiz ham 85-70% ishlamoqda oldingi holatda. Nagruzkamiz 40 megavat. Birinchi nagruzkamiz, ikkinchi nagruzkamiz mana 150 megavat. Bu rollbek funksiyasi bilan yana oldingi holatga qaytdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.